Assalomu alaykum azizlar, sizlar kanalda ko'rib turganimdan bayat xursandman. Sizlar bilan sardam o'tgan baxtli azizlar. Yana bugungi temamiz yana shu taksi faoliyati bo'ladi. Yandex taksi to'g'risi Sarajevoga kirib kelganda men juda xursand bo'ldim. Sarajevo shu Surxondaryo viloyatiga kirib kelganda men xursand bo'ldim. Birinchi Termizga, keyin Denovga, keyin Sarajevo uzun shu territoriyasiga ham ishlaydigan bo'lib qoldi. Bundan rostdan boshida juda xursand bo'ldim. Chunki biz anchadan beri ishlaymiz. Lekin xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Meni fikrim shunday ediki, Yandex taksi keladi, qolgan mana bu tezkor taksi mayda-mayda agregatorlarni shunchaki yo'qotaveradi deb o'ylagan edim. Chunki bu narsa Yandexga chot emas. Bu narsalar yo'qotaverish chot emas. Agar xohlasa astoydil men endi o'ylovdim, Yandex keladi, bu butunlay klientni ham, voditelni ham yig'ib oladi. O'sha qo'ygan minimalkasi hamda garantin dohodlari, xullas hamma tomonlama Yandexni o'rganib chiqib o'zim xulosa qildim. Yandex butunlay shunaysi Surxondaryoni egallab oladi. Hali ham ku Yandex ancha-muncha klient yig'ib oldi. Endi bizani Sarajevo uzun territoriyasida bizani taksilar loh emas, minimalkasi ham yo'q, garantin dohodi ham yo'q. Bu juda kam bo'lgani bilan qoplamaydi, shuning uchun bizanikilar ishlamayapti. Mana kecha kunduzda eshitib qoldim, Valbers taksi kirib kelyapti. Valbers taksi men misol uchun bizada agregatorlardan, zo'rlardan Uklon taksi ham bor. Lekin Yandex ularga nisbatan yaxshi edi. Mana Valbers keldi, xudo xolasa endi Valbers Yandex bilan konkurent bo'la oladi. Chunki Valbers bu ham juda katta bir nima desa, katta bir gruppa, kuchli gruppa ular ham. Bundan tashqari narxlarni ham endi o'rganib chiqamiz. Agar xudo xolasa bizagacha Valbers yetib kelsa, Valbers taksi. Uni polностью men nimalari bilan o'rganib chiqaman. Hozircha men unga ulanganim yo'q, lekin bizada ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Toshkentga borib ishlab ko'rdim. Yandexga ham ishladim, ana bu Uklon taksiga ham ishladim. Yana bir ikkita agregatorlar bor ekan, ularga ham ulandim, lekin hech qanday menga vigni tomon bo'lmadi. Sababi poyezdkalari arzon. Menga to'g'risi 300 ming so'm Selidan ishlaganimga u qoplab bermaydi. O'shani hisobiga lutchi o'sha 300 mingni Surxondaryodan topaman deb qaytib keldim. U 300 ming ham toza bo'lsa ham mayli-da. U yerda kvartira platangiz bor, yeb-icharingiz bor. Bu yerda qorni och qolsa shunday uydan kirib ovqatlanib chiqib ketaverasiz. U yerda hamma narsani sotib olasiz, shuni hisobiga ham qoplatib bo'lmadi. Darkorni uni. Qoplatib bo'lmadi. O'shani hisobiga Surxondaryoga kelib ishlashga davom etdim. Nimaga ham ishladim? Toshkentga, Termizga ham qatnadim. Menga ular ham ma'qul kelmadi to'g'risi. Foyda bilan kelgandan keyin orqangizdan radar keladi. Menda antiradar bor, lekin baribir menda keladi-da, o'sha qayergadir tushaman. Foydasi yo'q. Qarasam, hozir men sizlarga ko'rsatib o'tishim mumkin bu narsalarni. Pashta bir 30 talar ishtirogim bor-da, ana shu 1 yil davomida 30 talar radar olganman. Ana shu borib kelib, palasayu mayda-chuyda. O'shani hisobiga Danliga chiqishdi, to'xtatdim. Danliga qoplata olmadim. Borishga bu yerdan yaxshigina boraman zakaz bilan. Nariyoqdan lekin odam mana bu shopir ko'pligini hisobiga u yoqdan men ola olmadim. Ular bu yerda ishlash uchun kamida menga 1 yil vaqt kerak, shunday klient yig'ib olishim uchun. O'shanga men 1 yil vaqtim yo'q klient yig'ishga, chunki bu yerda kredit, bu yerda nima deydi? Bu uyda usto ishlayotdi. Undan tashqari xullas uzoqlasha olmaydigan pozitsiyaga tushib qoldim. Shunga endi men sizlarga nasib bo'lsa, Valbers taksini ham konkretni o'rganib, agar bizda ishlaydigan bo'lsa, ulanish, ulanmaslik, ishlash jarayonlarini hammasini ko'rsatib beraman sizlar. Klientlarga yana o'sha narsani takrorlab o'taman. Prilojenadan foydalanishni o'rganinglar. Qaysi agregator bo'lishidan qat'iy nazar. Men sizlarga Yandexni ham demoqchi emasman, chunki arzon. Sizlarga onlayn taksini ham olamoqchi emasman. U prilichniy narx qo'ygan. Misol uchun onlayn taksi bilan a'lo taksi bu yaxshigina narx qo'ygan. Shu sizlarga ham, bizlarga ham vigna, ya'ni narxni normalni qo'ygan. Yaqinda yana narx ko'tariladi deb eshitdim. Bu narx ko'tarilishi sizlarga minus bo'lishi mumkin, lekin bizlarga ham prosentni 13% ga ko'tarib qo'ydi mana. 3-yanvar kuni onlayn taksi 13% ga ko'tardi. Brendni uni 5% qilib qo'ydi. Mana shunaqa yangiliklar azizlar. Bizdan uzoqlashmanglar, yana taksi sohasida ishlamoqchi bo'lganlarga ham yuborib qo'ysalaring. Foydali ma'lumotlar yetib boradi azizlar, nasib bo'lsa. Hammalaringga omad. Sizlar bilan kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariya yozib o'z fikr mulohazalaringizni bildirib o'tishlaring mumkin.